Qachongacha buni pulga tortasiz? O'qitdingiz, uylantirdingiz, endi oilasini ham boqasizmi? Ishsiz u hozir bilasan-ku. Bir yildan oshdi. Kommunalkalarni ham o'zingiz to'laysiz. Ro'zg'or ham sizda. Bilgani faqat ikkita non ko'tarib kelish. O'zi endi ishlaringiz yaxshi bo'lyapti. Balki gaping to'g'ridir. O'zim o'rgatib qo'yayotgandirman. U sizni ham orqaga tortyapti. Ukam. Ukam. To'xtab turgin. Xo'p, eshitib qopsan gaplarni. Endi ketib yuradimi shunaqa? Xo'p, qayerga borasan? Arendada yashaysanmi? Ishsizsan-ku hozir. Men ish topdim. Keyingi haftadan ishga tushaman. Keyin ichkarida gaplashamiz. Aka, hammasi joyida. Xavotir olmang. Men yo'limni topib ketaman. Nima bo'lganda ham men sizni yaxshi ko'raman. Ukam. Yaxshi, zo'r, молодец, aylantiradi. Aylantir. O, mastavanmi bugun? Yana hamma go'shtni menga soldingmi? Bugun mulla aka keluvdilar. Bozorcharlik qilib tashab ketuvdilar. O'zlari yaxshi ekanmi? Sizni qachon kelishingizni so'radilar. Keyin buni ham 1 yillik arenda pulinglar deb tashab ketdilar. Hali ham ulardan xafamisiz? Bunaqada uzoqlashib ketasizlar. Bilaman, akangizni qanaqa yaxshi ko'rishingizni. Hammani sizga tashab ketishdi. Kim bor? Kelin. Chaqiruvmidingiz? Ha, kelaver. Mana oyliging. Har doimgidek yarmimi? Ha, har oy oyligingni yarmini berib qiynalib qolmayapsanmi? Ha, yig'ilib qolgandir. 2 yildan oshdimi? Uyalishim kerak bilasiz. Ozgina sabr qilib harakat qiling, uyli bo'laman. Yana ozgina qoldi. Mayli, omadingni bersin. Xudo xolasa uyli bo'lasan. Rahmat. Nima bu? Uy, Tushunmadim. shuncha paytdan beri pul yig'ib yuribsan-ku harakat qilib. Mana, sen orzu qilgan kunlar keldi. Men yana ko'proq ishlashim kerak emasmidi?
Rahbariyat sen ko'rsatgan natijalaring uchun Ramazon oyi hadyasini senga berishi lozim deb topdi. Tabriklayman. Uyli bo'lding. Nima, xursand emasmisan? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Menga mana shu kottejlaringiz haqida ma'lumot berib yuboring. Kottejlarimiz hammasi yopiq hududda joylashgan. Har bitta kottejlarimizda yozgi oshxonasi mavjud. 1,5 sotuvli kottejlarimiz bor, 2,5 sotuvli kottejlarimiz bor. Sani sog'indim ukam. Hammasining o'zini tayyor kadastri bor. Yaxshimisan? Sen ketganingdan beri meni halovatim yo'qolgan. Ichimda bir narsa uzilgan. Men kerak bo'lganimda seni qo'llab-quvvatlay olmadim. Seni tushunmadim. Xato qildim. Meni kechir ukam. Aka, sizga og'irligim tushyapti deb o'ylagan edim. Sizni ranjitib qo'ydim. Siz meni kechiring aka. Aka, Senga yengiligim bor. Sen Siz aytaman. ayting. Et. O, anu 23-kottejni ko'ryapsizmi? Aha. O'shani oldim aka. Siz uchun oldim. Tushunmadim. To'g'risidagi 16-kottej bor-ku. Uni men sen uchun deb olgan edim. Aka, O'sha sen ko'zlab yurgan 23-uy. Nima, xursand emasmisan? yo aka, xursandman, rahmat. Lekin akam bilan butun umr orzu qilganmiz hovlida yashashni. Bilasiz, akam ota o'rnida ota bo'lganlar. Shunchaki ulasiz g'alati bo'lyapti. Yo'q demasanglar, men akamga shu hovlini sovg'a qilishni niyat qilgandim. Yaxshi o'ylabsan. Albatta sovg'a qil. Nima yordam aka? Kottejlarni qarayotgandim. Ozgina yetmay turibdi-da. Ukangiz Oybekgami? 2 safardan beri Oybek yo'ligida kelyapsiz. Hammasidan xabarim bor. Qancha yetmayapti aka? 15%cha. Bo'pti, qolganini keyin to'lab bera olasizmi? To'lovini sizga qulay qilib bersak? Ha, xudo xolasa. Kelishdik bo'lmasa. Rostdanmi? Biz ham aka-ukani birlashishiga sababchi bo'lib qolaylik. Rahmat. Sizga 16-kottejni maslahat beraman. Shuni oling, afsuslanmaysiz. Yaqinlar orasida nizo ko'pincha arzimagan narsadan chiqadi. Ro'zg'or, pul yoki o'ylamay aytilgan bir og'iz so'zdan. Lekin vaqt o'tadi, yaqin degan so'z sekin-asta uzoqqa aylanadi. Iliqlik o'rnini sovuqchilik egallaydi. Ikki tomon ham o'zini haqman deb o'ylaydi. G'urur ustun keladi, oxiri ularning ikkalasi ham vaqtdan yutqazadi. Do'stim, qulay vaziyatni kutmang. Imkon borida birinchi qadamni tashlang. Chunki bu ojizlik emas, bu o'z nafsini yenga olishdir. Bu rishtalarni saqlab qolishni yagona yo'lidir. Tushuning, rishtalar uzilsa, sizdan Xudoning rahmati ham uzilar. Uyingizdan barokat ham ketar. Birinchi qadamni tashlang. Kutmang.